haqiqiy bir musulmon Alloh taolo ana shunday yaqin bo'ladi ekan, nimadan g'am qiladi? Nimadan andisha qiladi? Nima uchun unda bo'lsa biz yolg'izlik his qilamiz? Nima uchun tushkunlikka mubtalo bo'lamiz? Ma'lum sinoq va imtihonlar bilan ba'zi bir kulfatlarga mubtalo qilishi mumkin, ammo musulmonlarni o'ziga ishongan kishilarni Alloh subhanahu va taolo hargiz va hargiz tashlab qo'ymaydi. Bir odam Allohdan qancha yiroqlashsa, boshqa yerga olmaydi, shaytonning yo'liga yiqilishadi. Bir odam shaytonning yo'lidan qancha yiroqlashsa, Alloh tarafga yiqilishadi. Bilgininglardek, bu yerda biz Allohning go'zal ismlarini o'rganyapmiz. Bu orqali Allohni tunishga texmi tirishyapmiz. Bir ishninki yoki bir kasbninki o'rni, qimmati mashg'ul bo'lgan ish qarta bo'ladi. Shundaqmi? Velosiped o'ngshash kasbini desak, yaxshi bir kasb, ammo mashina o'ngshash unidan yuqoroq kasb deymiz. Nima uchun? Mashina qimmatliroq bo'lganligi uchun. Odamning o'ngshaydigan kasbini-chi, masalan, doktorlikni-chi, texmi yaxshiroq kasb deymiz. Nima uchun? Odam mashinadan qimmatliroq bo'lganligi uchun. Ya'ni mashg'ul bo'lgan narsa qancha qimmatli bo'lsa, uni bilan mashg'ul bo'lish shuncha qimmatli ish bo'ladi. Dal shuningdek, endi biz Allohni tunishga tirishyapmiz. Bu yerdagi suhbatimiz Allohning ismlarini o'rganish orqali Alloh haqida bo'lyapti. Bu sababdan bizning suhbatimiz olsun. Va yoki bu suhbat o'rgangan mazmunlar olsun, intayin ulug' bir suhbat va ulug' bir mazmun hisoblandi. Masalan, ko'pinchalar bilishinglar mumkin. Qur'ondagi eng ulug' oyat qaysi? Qaysi? Yaxshi, men 100 dirham mukofot to'layman mana. Ayatul Kursi Qur'on Karimdagi nima uchun eng ulug' oyat hisoblandi? Endi menga javob berganlarga 200 dirham mukofot bor. Nima uchun Ayatul Kursi Qur'on Karimdagi eng ulug' oyat hisoblandi? Tunji qatim bu darsimiz boshlagan vaqtimiz so'zlab o'tgan. Ayatul Kursi Qur'on Karimdagi eng ulug' oyat. Sababi Ayatul Kursi Allohni tushuntirgan oyat. Allahu la ilaha illahu. Allohdan boshqa iloh yo'q. La ta'khuduhu sinatu va la nawm. Alloh mugidab qolmaydi, uxlamaydi. Ya'ni butunlay Allohni tushuntirgulik. Bu sababdan Allohni tushuntirgan oyat eng ulug' oyat hisoblanadi. Ya'ni Allohga munosabatlik bo'lgan ilm, Allohni tushuntirgan oyat. Ana shunda ulug' oyat, Alloh haqida so'zlangan dars eng ulug' mazmun hisoblanadi. Bu sababdan Allohni tushuntirgan, Allohni tunishga tirishgan bu darsni anglig'lik kelgan kishilarmi Alloh taolo bir tanlagan, yaxshi ko'rgan kishilar bo'lishi mumkin. Chunki biz har haftada Allohning bir ismini o'qish orqali iymonimizni texmi cho'nqurlashtirishga tirishyapmiz. Bugun o'qiydigan Allohning go'zal ismi yolg'iz qolganlarningki yolg'izlik davosiga shifo bo'ladigan. Tushkunlashgan yigitlarningki, tushkunlashgan yoshlarningki bu tushkunlashdan iborat bu ruhiy kasalligiga shifo bo'ladigan, yordamsiz, chorasiz qolganlarga yordam va chora yo'lini ko'rsatadigan va shundaqla chiqish yo'l topolmay qolgan kishilarga chiqish yo'lini ilhom qiladigan bir ismi. U bo'lsa qaysi? Al-Qarib. Al-Qarib bu Allohning ismi. Nima demakchi? Alloh taolo bu ism orqali bizga nimani bildirmoqchi? Ey yordamga ehtiyojli bandalarim. Ey Allohning rahmatiga ehtiyojli bandalarim. Ey Allohning afusiga ehtiyojli bandalarim. Ey Allohning bir chiqish yo'l ko'rsatishga ehtiyojli bo'lgan bandalarim. Mana men sizlarga eng yaqin deydi. Odatda biz o'zimizga eng yaqinni ya dadamiz deb o'ylaymiz, onamiz deb o'ylaymiz. To'g'ri, ular bizga yaqin. Ammo Alloh subhanahu va taolo hammadan bak yaqin. Onamiz bizga yaqin bo'lishi mumkin, ammo onamiz bizning ko'nglimizdagini bilmaydi. Bizning maktabda bizga yuz bergan ishlarni bilmaydi. Biz duch kelgan ruhiy qiyinchiliklarni ota-onamiz bilmaydi. Biz demaguvchilik, dadamiz bizga yaqin, lekin dadamiz biz uchirgan ba'zi qiyinchiliklarni bilmaydi. Ammo Alloh taolo bizga shu darajada yaqinki, biz uchirgan butun qiyinchiliklar, bizga kelgan musibatlar, biz izlayotgan chiqish yo'li hammani biladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va laqad xalaqnal insan va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Biz insonni yaratdik. Biz insonninki nafsiga, ko'ngli kelganini bilamiz. Ig'zinglardan chiqarmadinglar. Ko'nglingizga bir gap keldimi? Buni kim biladi? O'zinglardan boshqa hech kim bilmaydi. Ammo Alloh ana shu ko'ngillarga kelgan gapni biladi. Xiyolni biladi. "Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Biz insonga, sizlarga, hammamizga mana shu jon tumurdan yaqin deydi. Allah subhanahu wa taala bizga ana shundaq jon tumurdan yaqin. Bunda bo'lgan ekan, bir musulmon Allohning Al-Qarib ismini biladi ekan, bir qiyinchilikqa duch kelsin, besh qassin, chiqish yo'li topolmasin va bir musibatga uchrasin, darhol esiga keldigini Al-Qarib bo'lishi kerak. Eng yaqin bo'lgan Alloh bo'lishi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taala bizga eng yaqin zot, bizga eng yaxshi yordam qila oladigan, eng chiqish yo'lini ko'rsata oladigan zot. Sahobalardan birisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning so'zi: "Aqaribun robbuna fanunaji am ba'idun fanunadi." Bizning Robbimiz bizdan yaqinmi? Yaqin bo'lib qolsa, pichirlab, ya'ni past ovozda duo qilsaqmi, anglaydi. Yoki Robbimiz bizning yiroqmi, uning o'llik nido qilamdi deb so'ragan vaqtida Alloh taolo tuvandagi oyatni tushirgan. "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Bandalarim men to'g'risi so'rasa, men nihoyat yaqin deydi.
va huve ma'akum aynama kuntum. Sizlar nerede bo'lmanglar? Hech kim ko'madi deb o'ylanglar. Yolg'iz yotoq uyangda bo'langlar. Hamma yerda Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan billa. Ya'ni yaqin, ilmi bilan, bilish bilan sizlarga yaqin. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan yaqin bo'lg'achqa, sizlarning qilayotgan ishinglarni har vaqt ko'rib turadi. Yozganni, anglaganni, do'stlaringlar bilan deyishganni hammani Alloh ko'rib turadi ekan. Unda bo'lsa ko'rganimizga, anglaganimizga, yozganimizga sal diqqat qilamdik. Chunki Alloh har vaqt bilib turadi ekan, ko'rib turadi ekan. Beshimizda bir kamera bo'lsa, qanday qilamiz? Diqqat qilamiz. Qiyomat kuni mana shu qilganlarimizni, deganlarimizni Alloh subhanahu va taolo bizga qo'yib turadi. O'ylab boqinglar, hozir shu yerda bir singlarning ko'rganini, anglaganini ekronga chiqib qo'ysam, qanday bo'lib ketasizlar? Hijilmiz. Shundaqo, qiyomat kuni qo'yiladi va shunda. Ularning amallarini biz ularga ko'rsatamiz deydi. Xuddi cho'ng ekronda qo'ygandek, butun xaloyiqlar bayada, ota-onamiz bayada uni qo'yib turadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizning nima ish qilganligimizni, nimani ko'rgan hammani biladi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo al-Qarib. Alloh taolo yordam bilan yaqin. Biz ba'zi bir qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtda, chiqish yo'lini topolmagan vaqtida Allohning yordami bizga eng yaqin. To'g'ri, biz sabab nuqtasidan u yerga boramiz, undan yordam so'raymiz. Ammo bir qiyinchilikka duch kelgan vaqtimizda eng avval esimiz keldig'ini bo'lsin, al-Qarib bo'lgan Alloh bo'lsin. Alloh eng yaqin ya menga. Ma ishqi mening duch kelganligimni Alloh taolo biladi-ya. Unda bo'lsa, ey Alloh, menga yordam qilgin deb yordamni Allohdan so'rashimiz kerak. Chunki Alloh yordami bilan bizga intayin yaqin. Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'ulan qissalarda bu ismini bizga aks ettirgan. Masalan bilamiz, Musa alayhisalom Bani Isroilni Fir'avnning zulmidan qutuldirib, Misrni elib qochdi. Qizil dengizning tuyiga keldi. Fir'avn va uning qo'shini uning keynidan qo'g'lab keldi. Oldida dengiz, keynidan Fir'avn va uning qo'shini tutib oldi, tas qoldi. Hamda biz inson aqlimizda o'ylasak nima deymiz? Tutib qoldik deymiz. Chunki oldimizda dengiz, keyinda Fir'avn va uning qo'shini. Kishilar nima dedi? Inna la mudrakun. Hamda biz tutib qoldik dedi. Ammo Alloh al-Qarib. Yaqin. Biladi Alloh taolaning bo'layotganini. O'ziga ishongan, o'ziga imoat qilgan kishilarni duch kelgandan keyin u qiyinchiliklarni biladi Alloh taolo. Musa alayhissalom Allohning yaqin ekanligini bilgan bo'lg'achqa, inna robbi sayahdin. Rabbim bana chiqish yo'l beradi, bana chiqish yo'l ko'rsatadi deb ishondi. Allohning al-Qarib ismiga ishondi. Darvaqa Alloh taolo Musa alayhisalomga sen Hasan bilan dengizga urg'in deb vahiy qildi. Dengizga urdi, dengiz ikkiga ayrildi, qutulib qoldi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ana shundoq yaqin. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makkada mushriklarning azzatidan Allohning ruxsat berishi bilan Madinaga hijrat qilib chiqqan vaqtida mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Hazrat Abu Bakrning keyinidan qo'g'ildi. Bilasizlar bu voqelikni. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nega uyushurindi? Qaysi taqqa uyushurindi? Qaysini deb bilaysizlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Abu Bakr radhiyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtda bir o'nkurning ichiga kirib yushuringan, o'michik oldiga to't atib qo'ygan. Keyindan kelgan mushriklar, "Atiq bu yerdagi o'michning to'rmi buzilmabdi?" deb qaytib ketgan. Qaysini deb bilaysizlar, cho'nglarni deb pasanlan bo'ldi. Ha. To'g'ri, yuzlarga qarab turgan Sir g'arga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Hazrat Abu Bakr qanday qilgan? Yushuringan. Keyindan mushriklar qo'g'lab kelgan. Hazrat Abu Bakr inson bo'lg'achqa, "Endi bizni tepilammi?" deb ensirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning al-Qarib ekanligini bilgan bo'lg'achqa, nima degan? "La tahzan innalloha ma'ana." G'am qilma, Alloh biz bilan birga. Allah al-Qarib ya, Allah bizden bil ya. Onda olsa Allah Teala bizge chiqish yo'l beradi, g'am qilma degan. Darvaqa Allohning vahiy qilishi bilan o'michik u g'arning ig'ziga to't atib qo'ydi. Mushriklar bu yerda o'michning to'ri buzilmabdi deb qutulib qoldi. Alloh Taala ana shunda yordami bilan bizlarga yaqin. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo mehr shafqati bilan, mehribonlik bilan bizga yaqin. Buni ko'rmagan bir inson bo'lmasligi kerak. Chunki biz tug'ilgandan tortib biz ehtiyojli bo'lgan narsalarni Alloh subhanahu va taolo na onaning qudratisiz, na dadaning harakat qilishsiz bizning oldimizga hozir qiladi. Masalan biz tug'ilib bo'lguncha bizning badanimizga ehtiyojli bo'lgan sut onamizda paydo bo'ladi. Demak, Alloh taolo bizga yaqin bo'lgachqa, biz ehtiyojli bo'lgan sutni Alloh subhanahu va taolo onamizda paydo qiladi. Undan keyin masalan undan boshqa biz ehtiyojli bo'lgan qaysi bir narsa mohiyati yo'q, hamma narsa bor. Bir odamga ustab qolgan bo'lsa suv olsak, bu nimaning alomati? Mehr shafqatning alomati, bu kuyganlikning alomati. Endi Alloh taolaning bizga suv olganligi bizga mehr shafqatning alomati emasmi? Demak, Alloh taolo ana shunda mehr shafqati bilan bizga yaqin, kuyinishi bilan bizga yaqin. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo afvusi bilan bizga yaqin. Bir inson gunoh qildi, Alloh ishini men deb turib, Alloh taolo cheklagan ishni birini qildi. Darhol tavba qildimi? Alloh taolo o bandasiga yaqin. Alloh taolo o bandasini yaxshi ko'radi, tavbasini qabul qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga mana shundoq yordami bilan, rahmati bilan, afusi bilan, fazli bilan, ihsoni bilan yaqin ekan. Unda bo'lsa, bir musulmon, haqiqiy bir musulmon Alloh taolo ana shundoq yaqin bo'ladi ekan. Nimadan g'am qiladi? Nimadan andisha qiladi? Nima uchun unda bo'lsa biz yolg'izlik his qilamiz? Nima uchun tushkunlikka mubtalo bo'lamiz? Alloh taolo al-Qarib, ammo biz Allohga yaqinmi? Alloh taolo bizga yaqin bo'lgan bilan biz Allohning bizga yaqin ekanligini his qilmasak, tuymasak, Alloh taoladan yordam so'ramasak, tunji qatim qiyinchilik uchgan vaqtda Alloh taolo esimiz kelmay, boshqa
boshqa bir sabablar esimiz kelsa, biz undan qanday foydalana olamiz? Alloh taolo bizga yaqin. Muhim bo'lgani, biz Allohga yaqinmi? Bu nihoyatda muhim. Chunki biz maktabning qishda o'ltirib, bolamizni maktabga bermasak, maktabdan foydalanamiz. Foydalanmaymiz. Alloh bizga yaqin, al-qarib. Ammo biz Allohga yaqin bo'lmasak, u Allohdan so'masak, Allohdan biz hech qanday foydaga erishamaymiz. Shuning uchun Alloh taolo al-qarib. Ammo biz Allohga yaqin bo'lgan vaqtda, Allohga yaqinlashgan vaqtda, ondan keyin biz Allohning al-qarib sifatining ta'sirlarini o'zimizda, oilamizda, jamiyatimizda ko'ramiz. Xo'sh, unda bo'lsa, biz Allohga yaqinmi va yoki yiroqmi? Buni belgilab bo'lamdi. Buni o'lchaydigan va yoki buni uqulib bo'ladigan bir alomatlar bormi? Albatta bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda va hadis shariflarda bir bandaninki Alloh taolodan yiroq ekanligi va yoki yaqin ekanligini bildiradigan nurg'ulg'an alomatlarni qo'ygan. Biz tuanda uning muhimlaridan bir qanchani so'zlaymiz. Birinchidan, agar bir odam har qanday bir moddiy narsaga favqulodda bog'lanib qoladi ekan, u moddiy narsa uning xushallik manbasi bo'ladi ekan, faqatlam uningdan huzur oladi ekan, banda Allohdan yiroqlashgan bo'ladi. Masalan, bir bandayli bir er kishi ayol kishiga favqulodda bog'lanib ketsa, va yoki ayol kishi eriga favqulodda bog'lanib ketsa, va yoki bir er kishi pulga favqulodda bog'lanib ketgan bo'lsa, qalbi, va yoki bir mashinaga favqulodda bog'lanib ketgan bo'lsa, qanchalik bog'lanib ketgan bo'lsa, u odam Allohdan shuncha yiroqlashgan bo'ladi. Bu deganlik mashina aman, uy aman deganlik emas. Ammo qalbning u narsaga bog'lanishi qanchalik bu muhim degan gap. Agar Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rsa, bizning qalbimiz har qanday bir moddiy narsaga bog'lanib qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizni u narsalarni vaqtliq yoki ma'lum muddat ayirish orqali bizni o'ziga qaytaradi. Masalan, bilamiz, Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni intayin yaxshi ko'rib ketdi. Alloh subhanahu va taolo Yaqub alayhissalomni o'ziga qaytarish uchun Yaqub alayhissalomdan Yusuf alayhissalomni vaqtliq ayirdi. Inson aslida qalbi tunjulab Allohga bog'lanishi kerak. Allohni yaxshi ko'rish kerak. Allohga bog'langan vaqtda andaki inson Allohga yaqin bo'lgan bo'ladi. Undan boshqa har qanday bir moddiy narsaga insonning qalbi bog'lab qoladi ekan, bog'langan miqdorda Allohdan yiroqlashgan bo'ladi. Shuning uchun har birimiz qalbimizga bir qarab, qalbimiz naqadar boshqa narsaga bog'landi. Qalbimizda Alloh qanchalik bor, zihnimizda Alloh qanchalik bor, maniga bir qarab baqsaq, agar qalbimiz boshqa bir narsalarga so'kkan bo'lsa, qalbimizningki qiblisi boshqa bir yerda bo'lib qolgan bo'lsa, darhol tavba qilishimiz kerak. Chunki biz Allohdan yiroqlashgan bo'lamiz. Biz Allohdan yiroqlashsak, Allohning al-qarib, ya'ni yaqin degan sifati bizda namoyon bo'lmaydi. Allohning yordami bizga yetmaydi. Allohning rahmati, fazli bizga yetmaydi. Allohningki afvusi bizga yetmaydi. Ikkinchisi, Alloh tilga ilinsa va Allohga munosabatlik har qanday bir gap tilga ilinsa, yurganlar siqilib qolsa, darhol tavba qilishinglar kerak. Chunki bu Alloh tilga ilinsa, oxirat tilga ilinsa, jannat tilga ilinsa, islom tilga ilinsa, Qur'on tilga ilinsa, hadis tilga ilinsa, da'vat tabliğlar tilga ilinsa, yurki siqilish bu odamning Allohdan yiroqlashganligini ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va idza zukirallohu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil axirah. Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydigan kishilarning, ya'ni Allohdan butunlay yiroq bo'lgan u kofirlarningki dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, masalan, Allohdan boshqa kishilar cho'qinadigan har qanday bir narsa, va yoki bir dangliq artist deyli, dangliq topchi deyli, pul deyli, mashin deyli, kulib ketsa, gulqaqalari eshitib ketsa, ko'ngli xushal bo'lib ketsa, mana bu Allohdan yiroqlashganligining bir alomati. Chunki bu oyatda Alloh taolo Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xo'sh bo'lib ketadi deb kofirlarning, ya'ni Allohdan butunlay yiroq bo'lgan kofirlarning sifatini bayon qilgan. Shuning uchun har vaqt da'vat, Qur'on, hadisga bo'lgan munosabatimiz qandayroq? Hech kim azroq bir da'vat yo'llasa, ko'mak o'tkazib o'tamdiq yoki uni bir anglab boqamdiq. Qur'on anglasak, yurkimiz siqilamdi yoki yurkimiz huzur olamdi. Ma'nin qarab boqishimiz kerak. Agar qalbimiz siqilib qolsa, darhol o'zimizni tekshirishimiz kerak. Buning davosini qilishimiz kerak. Uchinchisi, faqirchilikdan qo'rqish, rizqdan ansirash, kelgusidan favqulodda qo'rqish. Mana bu bizning Allohdan yiroqlashganligimizning eng chong alomati. Bu bugungi kunimizdagi eng chong kasallikning birisi. Bo'libmi yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, bugungi kunimizda kelgusimizdan favqulodda ansiraymiz. Rizqimizdan noit qo'rqimiz. Vaholanki Alloh taolo Qur'on Karimda va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Ma zimindagi butun jonliqning rizqi mening ustimga dedi. Demak, rizqi Alloh taolo men kepil dedi. Unda bo'lgan ekan bizga tushgan nima? Sabab qilish, harakat qilish, aslo va aslo ansirmaslik. Biz rizqdan ansirab Allohdan yiroqlashgan vaqtimizda nima bo'ldi bilamsizlar? Bu rizqdan ansirab bu bir harakatga undisa, to'g'ri bo'lgan sababga undasa, bu yaxshi ansirash bo'ladi. Ammo rizqdan haddidan ziyod ansirab ketgan vaqtida, kelgusidan haddidan ziyod qo'rqib ketgan vaqtida inson faqirchilikdan qo'rqib, harom bo'lsin oladigan, vosita tanlamaydigan, sabab tanlamaydigan, qandoq bo'lsa kelgusi uchun bir narsa to'playdigan bo'lib qoladi. Amaliyotda bu bir insonningki Allohdan yiroqlashganligi. Chunki Alloh taolo men rizqingga kepil dedi. Ammo shayton, ash-shaytonu ya'idukumul faqra. Faqirchilik bilan qo'rqitadi. Biz shaytonning faqirchilik bilan qo'rqatganligiga ishinib, faqirchilikdan qo'rqib, harom bo'lsin pul topadigan, undan hech qanday bir vosita olmaydigan, mushundaq ish qilamdi. Va yoki Alloh taoloninki va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Rizq men kepil degan bu so'ziga, bu va'dasiga ishinib, Allohga yaqin turib, faqat haloldan pul tepishga tirishamdik. Mana shu bizning imtihon nuqtamiz. Demak, kelgusimizdan endish qilib, qo'rqib, aslo va aslo harom yo'lga kirib qoladigan ma ishni qilmang. Chunki rizq Allohning ishi. Insonning qildigani sabab qilish,
harakat qilish. Bu bizni talab qilinadi. 4-inchisi ümidsizlik. Haddidan ziyada ümidsizlik. Hayotdan ümidsizlanib ketish, yashagan jamiyatdan ümidsizlanib ketish, musulmonlar jamiyatidan ümidsizlanib ketish. Endi musulmonlar degan qilib qoldi jahannam bir yerida. Kofirlar taraqqiy qilib ketdi. Musulmonlar bundan keyin bosh ko'tarolmaydi. Endi bu jamiyat tugashdi. Uyg'urlar tugashdi degan mana bu xil ümidsizlik bir odamning Allohdan yiroqlashganligini bildiradi. Chunki bu deganlik ma musulmonlarning igisi yo'q. Musulmonlarga yordam beradigan al-qarib bo'lgan bir Alloh yo'q deganning yana bir boshqa ifodalanish shakli bu. Chunki Alloh subhanahu va taolo dedi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Biz mu'minlarga yordam beramiz dedi. Ammo Alloh taolo bu yordamga, bu nusratga bir qancha shartlarni qo'ydi. Agar musulmonlar bu shartlarni qilsa, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga chuqur yordam beradi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni hargiz yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Ma'lum sinoq va imtihonlar bilan ba'zi bir kulfatlarga mubtalo qilishi mumkin, ammo musulmonlarni o'ziga ishongan kishilarni Alloh subhanahu va taolo hargiz va hargiz tashlab qo'ymaydi. Ko'rdik atrofimizga davlatlarda tashlab qo'ydimi? Tashlab qo'ymadi. Necha yil urush qildi, nurg'unliga imtihonlarga duch keldi. Nurg'un kishilar qo'lidan ayrildi, nurg'un kishilar putidan ayrildi. Ammo sabr qildi, chidamchan bo'libdi. Alloh subhanahu va taolo al-qarib sifati bilan ularga nusrat berdi, yordam berdi. Shunga har vaqt asla va asla umidlanmaslik kerak. Bu musulmon degan gap, mu'min degan gap, Allohga ishongan kishi degan gap. Bu Allohga ishongan kishi qanday umidsiz bo'lsin? Ma dunyoning igisi bor bo'lsa, Alloh bor bo'lsa, musulmon nima uchun umidsizlanadi? Asla va asla umidsizlanmaydi musulmon. Bizning umidsizlikka tushishimiz nimaning alomati desang, dal Allohdan yiroqlashganligimiz. Chunki bir odam Allohdan yiroqlashsa, Allohga bo'lgan tunishi tuvallisa, moddiy sababga ham qaraydi. Unda qarab, ma dunyodagi kofirlarning kuchlanib ketganligi, mazlumning ojizligiga qarab, ma faqat sabab nuqtasidan qarab, endi biz tugashdik, kishilar tugashdi deydi. Vaholanki bu iymonsizlikninki, Allohdan yiroqlashiningki yana bir ifodalanish shakli. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilingan hadisda: "Iza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakuhum" deydi. Qanday bir odam kishilar halok bo'ldi, kishilar tugashdi desa, u odam halok bo'lgan bo'ladi, u odam tugashgan bo'ladi. Musulmon degan gap Allohga ishonadigan kishi degan gap. Allohga ishonch bog'lagan kishi degan gap. Shuning uchun mayli qanchalik qiyinchiliklarga duch kelaylik o'zimiz shaxsiy bo'lib sifatimiz bilan yoki jamiyatimiz qanchalik tushkunlashib ketsin yoki axloqiy jihatchilikishib ketsin, Alloh subhanahu va taolo ma jahannam igisi. Alloh subhanahu va taolo ma hayotda zulmni unda uzun davom qilmaydi. Eskilikni unda uzun davom qilmaydi. Biz Allohga bo'lgan iymonimiz bilan har vaqt o'zimiz yaxshi bo'lgan bo'lsak, o'zimiz axloqiy jihatda pokiz yashagan bo'lsak, o'zimizning yolg'iz qolganlikka qarab, manga yo'limizdagi odamlarningki sonining ozliq qarab asla va asla tushkunlashmasligimiz kerak. Chunki Alloh va Alloh al-qarib, Alloh yaqin bu ishlarning hammasidan xabari bor. Shunga Alloh taolo Yaqub alayhisolamning tilida Qur'on Karimda "Va la tayasu mir rauhillah" Allohdan umid uzmanglar. "Innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qawmul kafirun." Allohdan umidni faqat kofirlar uzidi. Faqat kofir kishilar, Allohga ishonmaydigan kishilar, ma jahannam igisi yo'q deydigan kishilar, Alloh ma koinotni idora qiladi demaydigan kishilar ondan keyin umidsiznadi. Chunki ular fitrli sababga qaraydi. Ammo biz sabab qaraymiz, ammo sababning keyinda bir ilohiy kuchning bor ekanligi ishimizda musulmonlar qanchalik ojizlashib ketsa-mu, jamiyatimiz qanchalik ojizlashib ketsa-mu, biz nusratning shartlarini qilsak, chuqum kuchlanalaymiz, chuqum bosh ko'taralaymiz degan ma'qul umid bilan hargiz umidsizlikka tushmaymiz. 5-inchisi, ya'ni bizningki Allohdan yiroqlashib ketganligimizni ko'rsatadigan alomatninki 5-inchisi cho'ngchilik. Esinglarda bo'lsin, Alloh subhanahu va taolaning yo'li va shaytonning yo'lidan iborat ikki yo'l bor. Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan ishlar bor, Alloh taolo chaqirgan ishlar bor. Shayton qo'rqitgan ishlar bor, shayton chaqirgan ishlar bor. Bir odam Allohdan qancha yiroqlashsa, boshqa yerga olmaydi, shaytonning yo'liga yiqilishadi. Bir odam shaytonning yo'lidan qancha yiroqlashsa, Alloh tarafga yiqilishadi. Demak, faqirchilikdan qo'rqish kim chaqirgan ishdi? Shayton chaqirgan ishdi. Rizq kepillash kim va'da qilgan ishdi? Alloh. Unda o'qigan bir odam rizqining xotirjam bilib, men oz topsam, Alloh taolo menga rizq beradi, haloldan topaman deb to'g'ri yo'lda manga ekan, u odam Allohga yiqilishdi. Bir odam ondoq degan bilan hozir yashamoq tez, deblam harom bo'lsa elib oldigan mushundaq bir yo'lga minib qolsa, bu odam shayton tarafga yiqilishgan bo'ladi. Va shundaqla cho'ngchilik, ya'ni bizda cho'ngchilik bo'lsa, kibr bo'lsa, bu odamningki Allohdan yiroqlashganligi, shaytonga yiqilishganligini bildiradi. Nima uchun? Chunki cho'ngchilik shaytonningki Alloh taolaning huzurida ishlagan tunji gunoh. Alloh taolo Odam alayhisolamni yaratib, butun farishtalarni odamga sajda qilinglar dedi. Faqat iblis sajda qilmadi. Nima uchun? Cho'ngchilik qildi. Demak, bizda cho'ngchilikdan iborat bir illat paydo bo'lib qolgan bo'lsa, biz shaytonga yiqinlashdik, Allohdan yiroqlashdik degan gap. Demak, Alloh al-qarib sifati bilan bizga yaqin bo'lsa-mu, biz Allohdan yiroq bo'lgachqa, Allohning al-qarib sifatiningki yordamiga, nusratiga, rahmatiga, fazl ehsonlariga erishamaymiz degan gap. Cho'ngchilik degan nima? O'zini cho'ng tutish, hakovurlik qilish, o'zini farqli ko'rish, boshqalarni tuvan ko'rish, to'g'ri gapdan birini oddiy odamdan birisi qilsa qabul qilmaslik. Masalan, to'g'ri gapdan birini bolasi qilsa
Manga va sen bilmaysan desa bu cho'ngchilik. Mush illa bo'lib qolsa, darhol o'zimizni tuzatishimiz kerak. Chunki bu bizning Allohdan yiroqlashganligimizningki bir alomati. 6-si g'am andishining nihoyat ko'p bo'lishi. Bu bizning Allohdan yiroqlashganligimizning bir alomati. Inson nima uchun g'am qiladi? O'zini yolg'iz his qilgan vaqtida, chorsiz his qilgan vaqtida ondan keyin g'am qiladi. To'g'ri, inson bir qiyinchilik kelgan vaqtida bir g'am qiladi. Lekin mana shu vaqtda bir inson, bir musulmon Alloh al-Qarib, Allah yaqin. Mening ahvolimni biladi deb Allohga murojaat qilsa, Allohga munojat qilsa, Allohning yordam so'rasa, mana shu g'am andishni basa oladi. Ammo unda qilmisiz shu, Allohni aslimiz shu, Allohning al-Qarib, uning yaqin ekanligini bilmay, xiyoliga olmay yuraversa shu g'am andisi texmi ko'p bo'ladi. G'am andishini texmi ko'p qilavergan sari inson Allohdan yiroqlashib, shaytonga yaqinlashadi. Chunki shayton doim bizni har xil ishlar bilan qo'rqitadi. Kelgusimizdan qo'rqitadi. Biz o'zimizning aqli bilan va kelgusimizdagi nurg'un ishlar bizning qo'limizda emas. Hozir kelgan nuqtamizni esaqmi? Vatandan hozir chiqqan nuqtamizni esaqmi? Biz hammasini o'zimizning sabab nuqtasi bilan lam chiqdik deyalamdik. Bizning aqlli odamlar bor edi. Bizdan boy odamlar bor edi. Bizning qo'lda imkoniyati ko'p bo'lgan odamlar bor edi. Inson sabab qiladi. Lekin Allohning xolig'ini biladi. Shuning uchun mayli kelgusimiz qarta bo'lsin, mayli ballarimiz qarta bo'lsin, masalan cho'nglar. Ballarim qanday qilib cho'ng olgan chaqda. Pullarim qanday bo'lar? Mana shunga o'xshagan. Qanday andisha olsin, bu andishining ko'p bo'lib ketishi bu shaytonga yiqilishib qolganligimizning bir alomati. Bizning yuragimizning so'qishi bizning qo'limizda emas. Va jinimiz bizning ilkimizda emas. Ko'zimizning ko'rishi bizning ilkimizda emas. O'zimizning qo'lda bo'lmasa, biz ballarimizning kelgusini qanday qo'limizga ola olamiz? Biz bunda bu vaqt qanday qilamiz? Allohga tavakkul qilamiz. Alloh al-Qarib ya, Alloh yaqin ya. Bizning yuragimizni so'qtirib, qanimizni aylantirib, badanimizni kuyjaylarni o'ltirib, tirildirib, bizni hayot tutyapti ya. Unda bo'lsa, ballarimizning kelgusi, mol dunyolarimiz hammasi Allohga omonat. Chunki Alloh al-Qarib. Mana bu xil ishonch kelgan vaqtida, ondan keyin Allohning al-Qarib ismi bizning o'zimizda, ballarimizda, kelgusimizda aks etadi. Biz Allohga o'zimizni topshirgan vaqtida, Allohga ishongan vaqtida, ondan keyin biz Allohning rahmatiga, yordamiga va al-Qarib isminingki namoyon bo'lgan rahmat va shafqatiga erisha olamiz. 7-si bizning Allohdan yiroqlashganligimiz bildirgan alomatning 7-si islomiy kimlikning xijil bo'lish. Ya'ni yoshlar dadasining saqalidan xijil bo'lish, onasining hijobidan xijil bo'lish. Masalan, opanglar yoki hadlaringlar hijob bilan maktabinglarga berib qolgan bo'lsa, sizlarni aytib xijil bo'lib ketgan bo'lsanglar, savoqdoshlaringning oldida darhol tavba qilishinglar kerak. Men Allohdan yiroqlashibdiman. Men shaytonga yaqin qilibdim hozir. Bu sababdan onamning hijobi ko'zimga sig'mayotidi, dadamning saqali ko'zimga sig'mayotidi deb o'zinglarga diagnoz qo'yib, darhol tavba qilib Alloh yaqinlashishga ishlayapti. Endi biz so'zlaymiz, shuni qilishinglar kerak. Masalan, Yevropada yashaganlar deylik. U Yevropa jamiyatida xijillab, musulmoncha Muhammad degan ismini boshqa bir narsaga almashtirsa, Abdurrahman degan ismini boshqa bir narsaga almashtirsa, savoqdoshining oldida xijil bo'lib qoladi ekan deb, bu Allohdan yiroqlashishga olgan bir qadam hisoblanadi. Bir musulmon o'zining islomidan faxr qilishi kerak, o'zining iymonidan faxr qilishi kerak. Chunki islomdimi go'zal din bormi? Islomdimi go'zal axloqqa chaqiradigan bir din bormi? Yo'q. Unda bo'lgan ekan faxr qilishimiz kerak. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda sibghatalloh va man ahsanu minallohi sibghatan va nahnu lahu abidun. Allohning dini, bu yerdagi sibg'a deb kelgan so'z Allohning buyishi deydi. Alloh taolo insonlarni musulmon qilish orqali bir xil rangga kirgizdi, bir xil rangda buydi. Bu yosh nihoyat go'zal. Ya'ni bu islomdan iborat. Ayollarga kelgan hijob, erlarning qo'ygan saqaldan tortib, yurish-turish axloqidan tortib, hammasi bu intayin go'zal. Va man ahsanu minallohi sibghatan va nahnu lahu abidun. Bu Allohning dinidan. Bu Alloh taoloning bergan hay'atidan. Alloh taoloning buyishidan go'zal bir bu yosh. Alloh taoloning dinidan go'zal bir din bormi? Va nahnu lahu abidun. Biz Allohga ibodat qilamiz deb o'zimizning dindan, islomidan faxr qilishimiz kerak. Chunki bizning dinimiz yuksak axloqqa, yuksak aqidaga, pok bo'lgan bir aqidaga ega bo'lgan bir din. Shunga o'zimizda agar islomdan xijil bo'ladigan, islomiy ko'rinishlardan xijil bo'ladigan mahil alomat bo'lib qolgan bo'lsa, men Allohdan yiroqlashibdiman. Shunga Alloh taolaning al-Qarib ismini his qilolmabdiman. Allohning al-Qarib ismi menda aks etmabdi deb buni bilishimiz kerak. 9-si oxiratga qiziqmaslik. Oxirat deganda Allohning huzuridagi biz uchun tayyorlanadigan, biz abadiy yashaydigan jannat va do'zax bo'lgan bir yer. Bir odam Allohdan yiroqlashgan vaqtda Allohning qashdagi jannatga qiziqmaydi. Allohga yaqinlashgan vaqtda undan keyin Allohning qashdagi jannatga, bizga va'da qilgan narsaga qiziqadi. Shunga oxirat haqida gap bo'lsa, u bizga xo'sh yoqmasa, va yoki oxirat haqida nima ish qilamiz? Ya'ni o'ldikanmiz, hayotdan ketadi ekanmiz. Endi u o'lgandan keyingi hayotga nima tayyorlaymiz? Men bir o'quvchi ekanman, o'qib kelgusim uchun nima ishlarni qilaman? Bu haqida o'ylanmagan bo'lsak, mushu dunyodan bir yaxshi xizmat qilib, yaxshi bir o'ylab o'tib ketishni ham o'ylagan bo'lsak, biz Allohdan yiroqlashdik degan gap. Chunki Allohga yaqin bo'lgan odam Allohning qashdagi narsalarga qiziqadi. Shuning uchun bu haqda o'zimizni sagitib turishimiz kerak. Bu o'lim odam qo'rqadigan narsa emas. O'lim u gap qilsak ruhimiz tushkizadigan narsa emas. Ma tayyorligimiz bo'shlab qolsa, xiyol yurgan bo'lsak, shuning uchun o'lim desa qo'rqamiz. Bo'lmasa o'limni qo'rqayli, qo'rqmayli, hamma beshimiz kiradi. Biz tayyorligimiz yaxshi bo'lsa, o'limni qo'rqmasak bo'ladi.
O'lim orqali biz hozirgidimi yaxshiroq bir yerga chiqamiz agar biz tayyorligimiz yaxshi bo'lib qolsa. Xuddi bir bola tug'ilishdan ilgari, mohiyatga kelishdan ilgari qo'rqishi mumkin, ammo tug'ilgandan keyin mohiyatni ko'rib xo'sh bo'lishi mumkin. Dal shunga o'xshash o'limdan keyin ishni bilmagan bo'lg'achqa hozir qo'rqamiz. Ammo o'limdan keyin biz qo'rquvdak ish yo'q. Biz tayyorligimiz yaxshi bo'lsa, haqiqiy xafalikdan qutulamiz. Shunga nima deydi? O'lim haqiqiy mo'mindek yashaganlar uchun qutulish u. Ma dunyoning qiyinchiliklaridan, g'am andishdan, tushkunlikdan qutuluş. Ammo tayyorlik bo'shab qolganlar uchun o'lim tutilish u. Hech qutulg'ili olmaydi. Shuning uchun oxirat haqida gap qilmaydigan yoki oxiratga qiziqmaydigan, undaq gap qilganimni xo'shaqmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, darhol o'zimizni tekshirib, men Allohdan yiroqlashibdimi deb diagnoz qo'yishimiz kerak. Oxirgisi 10-si bo'lsa, ko'p shikoyat qilish va ko'p qaqshash. Endi mohiyatda beshimizga har xil qiyinchiliklar keladi. Ba'zi imtihonlardan o'tolmaymiz. Ba'zi cho'nglar iqtisodiy ziyonlar keladi. Undan boshqa musibatlar keladi. Jinimizga musibatlar keladi. Buning qarta insonning ko'ngli yerim bo'ladi. Ammo inson men sabr qilsam Alloh subhanahu va taolo bunga ajr beradi ekan. Iqtisodiy jihatdan ziyon tortgan bo'lsam, men sabr qilsam, men rozi bo'lsam, bu tortgan ziyinimni Alloh taolo xuddi sadaqa qilganga o'xshash savob beradi ekan. Alloh subhanahu va taolo men kelgan musibatlarga men sabr qilsam, buning badaliga qiyomatda meni o'rnini yuqori ko'taradi ekan deb sabr qilsa, u odam Allohga yaqin bo'lgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo innalloha ma'as sobirin, sabr qilg'uvchilar bilan birga. Agar sabr qilmasaqchi, qoqsaqchi, sirtda bir ishimiz pushib, yoki bir ziyon tortib kirsak, ondan keyin uyga kirib, uydagi bolalardan ochiqimizni ilib qilsak, bu sabr qilmagan bo'lamiz. Bu vaqtda biz Allohdan yiroqlashgan bo'lamiz, shaytonga yaqinlashgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, ajaban li amril mu'min, in amrahu kulluhu khayr. Bu mu'minning ishi ajoyib deydi. Qanday ajoyib mo'minning ishi? Mo'min haqiqiy mohiyatga to'g'ri pulsa yashay olsa, ziyon yo'q mo'min uchun. Nima ish qiladi desanglar? Yaxshilik yashasa, yetgan yaxshilik uchun. Ya'ni foydagan bo'lsa, yaxshi bir maktab o'tgan bo'lsa, shukr qilsa, Alloh taolo menga bir ne'mat beribdi deb shukr qilsa, yaxshi, savob qilishidir. Bir musibat yetgan bo'lsa, uningga sabr qilsa, yana yaxshi. Ya'ni har ahvolda yaxshi deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Demak, mo'min mohiyatda ziyon tortmaydi. Shunga mo'minninki g'ozi bo'lsa-mu g'alba, shahid bo'lsa-mu g'alba. Shunga mo'minlar bunda ishorat qiladi-ku, ya shahodat ya g'ozilik. Mohiyatda mana shunda. Bir qiyinchilik uchurliqmi? Mening qildigan ishim sabr ekan. Bir yaxshilik qilishdiqmi? Mening qildigan ishim shukr ekan deb mushkil shaklda pozitsiya tutsak, mo'minninki hech qanday bir zin olmaydi, mohiyatni tortadigan. Aksincha, ko'p qaqshsak, nima uchun bu musibat menga keladi deb qaqshsak, bu qaqshishimiz reallikni hech narsani o'zgartirmaydi. Lekin nima bo'ldi bilamsizlar? Biz Allohdan yiroqlashimiz, shaytonga yaqinlashimiz. Xo'sh, endi yuqorqi alomatlarga qarab, qancha ko'p tepilsa, mendan chatoq chiqibdi, men Allohdan yiroqlashibdimi, shaytonga yaqinlashib qolibdimi deb buning davosini qilishimiz kerak. Tuanda biz Allohga yaqinlashtiradigan ishlarni so'zlaymiz. Esimizda bo'lsin, aslida Alloh subhanahu va taolo bandisiga bak yaqin. Yuqorida o'tganimizdek, Alloh taolo bizni yaratdi. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid deydi. Alloh subhanahu va taolo biz ularga jon tumurdan yaqin deydi. Bir sahobalar bir safarda takbirni ullik aytib, mana shunday yuqori ovoz duo qilg'ilibdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom irba'u ala anfusikum, ma o'zingizlarga rahmat qilinglar. Sizlar ma yo'q bo'lgan, yiroqda bo'lgan, anglamaydigan birisga duo qilmayapsizlar. Sizlarga yaqin bo'lgan, anglaydigan bir zotga duo qilyapsizlar dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga ana shundoq yaqin. Bizning Allohga yaqinlashimiz uchun tunji bilan qildigan ishimiz Allohning yaqinligini bilish va Allohga yaqinlashishga iroda bog'lash. Chunki biz shunda men Allohga bir yaqinlashay. O'zimning ahvoliga qarab baqsam, sal shaytonga yaqinlashib qaptimi? Allohdan yiroqlashib qaptimi? Qur'on tinsam faqat tinishig'im kelmaydi. Naqsh tinsam bak tinishig'im keladi. Shu oxirat gapi xo'shaqmaydi. Shu da'vat tabliq anglig'im kelmaydi. Deb diagnoz qo'ygan bo'lsanglar, tunjilab men Allohga yaqinlashay deb niyat qilsizlar. Niyat qilgandan keyin Alloh taolo bundan keyin ishni oson qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Va man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dira." Kim menga bir g'irat yaqinlashsa, ya'ni kinoya shaklda aytilgan so'z. Ya'ni ozroq yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. U menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'uloch yaqinlashaman. Kim menga minib kelsa, men uningga yugurib kelaman deydi. Demak, biz ozroqlam harakat qilsak, Allohga yaqinlash uchun Alloh taolo hassilab yaqin keladi. Allohning yaqin kelish qanday bo'ldi bilamizlar? Yaqinlashtiradigan ishlarni oson qilish bilan, muvaffaq qilish bilan bo'ladi. Ikkinchisi namoz. Alloh taolo Qur'on Karimda bizni Allohga yaqinlashtiradigan ishlarni sanab, va qalallohu inni ma'akum. Alloh taolo aytdi: "Men sizlar bilan birga." Ya'ni sizlar bilan yaqin, yardım bilan yaqin, rahmatim bilan yaqin. Sharti la in aqamtumus salat va ataytumuz zakat. Birinchisi namoz o'qisanglar. Ikkinchisi zakat bersanglar. Va amantum bi rusuli. Uchinchisi payg'ambarlarimga ishonsanglar. Va azzartumuhum. Payg'ambarlarimga yordam bersanglar. Ya'ni sunnatiga amal qilish orqali, sunnatini tirildirish orqali, hadislarni amal qilish orqali yordam bersanglar. Va aqratumulloha qardan hasana. Allohga qardo hasana. Ya'ni sadiqalarni ko'p qilsanglar, Alloh yo'lda men sizlar bilan birga deydi. Demak, farz ibodatlar birinchi bo'lib bizni
Allohga yaqinlashtiradi. Buning 5-chi keldigani qaysi? Namoz. At deganda uydagilarni qiynab qo'p qilmay turgan bo'lsanglar bu chaqcha, agar sizlar men Allohga yaqinlashay deb niyat qilgan bo'lsanglar, aytidan boshlab soatni to'g'rilanglar, zihningizda soat to'g'rilanglar. Men Allohga yaqinlashmoqchi deb. Chunki at deganda bir yerga soatga chiqmoqchi bo'lsanglar, qo'palaysizlar, niyat qilsanglar, iroda qilsanglar, bomdat qilib qo'palaysizlar. Ya'ni Allohga yaqinlashishni nereden boshlaymiz? Namozdan boshlaymiz. Uchinchisi, namozdan keyin nafli ibodatlardan boshlaymiz. Ya'ni sunnat namozlar, sunnat ro'zlar bizni Allohga ajoyib yaqinlashtiradi. Hattoki shu darajada yaqinlashtiradiki, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rib qoladi va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizning quloqimizga, ko'zimizga to'g'rini ko'radigan, to'g'rini anglaydigan, to'g'ri gap qiladigan mushundaq hikmatlarni beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytsa: "Va ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Bandam nafli ibodatlar bilan menga yaqinlashadi ekan. Ya'ni hali ham anda nafli ibodatlarni qilib davomli mushundaq yaqinlashaveradi ekan. Oxirida men uni yaxshi ko'rib qolaman. Fa iza ahbabtuhu. Men bandamni yaxshi ko'rsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Uning anglaydigan quloqi bo'laman. Va basarahu allazi yubsiru bi. Uning ko'radigan ko'zi bo'laman. Va yadahu allati yabtishu biha. Uning tutadigan qo'li bo'laman dedi. O'ylab bakinglar, Allah bizning ko'radigan ko'zimiz bo'lish, anglaydigan qo'li bo'lish, tutadigan qo'li bo'lish degan nima degan bilamsizlar? Allah ko'radigan narsalarimizni bizga yordam qiladi. Anglaydigan narsalarimizni bizga yordam qiladi. Tutadigan narsalarimizni bizga yordam qiladi. Hamma maktabda o'qiysizlar, agar Alloh sizni yaxshi ko'rib, ana shundaq martabaga yetsanglar, sizning dars o'rganishingizda ilgirlash bo'ladi. Sizga foydali ilmlarni o'rgatishdimi, sizda ajoyib o'zgarishlar bo'ladi. Va shundaqla wala insalani la u'tiyanna. Agar mendan so'sa, bir qiyinchilik uchurdimi, bir yetadigan orzusi bormi, so'rab qolsa, uningga beraman. Wala in da'ani la ujibannahu. Agar menga duo qilsa, uning duosiga ijobat qilaman, ya'ni uning duosini qabul qilaman deydi. Shuning uchun farz namozdan keyin sunnat o'qimaydigan ba'zi bir ishlar paydo bo'lib qopti. Esimizda bo'lsin, bizni Allohga yaqinlashtiradigan bir ibodat bu namozning sunnatlari. Shuning uchun sunnat o'qimasin bo'ladi ekan degan ma gapga oldinib, ma fursatni qo'ldan berib atmanglar. Sunnat nimaga o'xshaydi bilamizlar? Ma kiyimga o'xshaydi. Ma kiyim bizni nimani qo'g'daydi? Shamoldan, har xil narsalarni qo'g'daydi-ku. Sunnat farzni ana shunday qo'g'daydi. Bir odamning namozini tashlashi ana shunday sunnatga sal qarshi bilan boshlanadi. Dastlabida sunnatni tashlaydi. Ondan keyin farzni yig'ib qo'ydigan bo'ladi. Oxirida bevaqt ishga vaqt qilib namozni tark etib qilish mumkin. Shuning uchun bu farz namozning qo'g'dug'uchisi bo'lgan sunnat namozga alohida ahamiyat beramiz. Bu bizni Allohga yaqinlashtiradi va shundaqla Allohning muhabbatiga erishtiradi. To'rtinchisi sajda. Sajda degan nimada bo'ldi? Namozda. Undan boshqa sajda qilgan vaqtlarimizda Allohga eng yaqinlashgan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda vasjud vaqtarib. Sajda qil, Allohga yaqinlash deydi. Ya'ni biz sajdaga beshimizni qo'ydikmi, Allohga eng yaqin bo'lgan holatimiz. Shuning uchun duo qilamiz, deydigan gaplarimiz bilamdi, tilaklarimiz bilamdi. Sajdaga bosh qo'yib turib tilsak, Allohga eng yaqinlashgan paytimizda tilak bo'lamiz. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytsa, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Bir bandaning Robbiga eng yaqin bo'lgan payti, uningki sajda qilgan holati, fa aktiru du'a, duoni ko'p qilinglar deydi. 5-inchisi istig'for aytish. Istig'for aytish, ya'ni astag'firullohal azim ig'izimiz deyish va qilgan yomon ishlarimizga tavba qilish, bu bizni Allohga yaqinlashtiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda fastag'firu, Allohga istig'for aytinglar, thumma tubu ilayhi, Allohga tavba qilinglar. Inna robbi qaribun mujib. Alloh taolo yaqin va sizlarning tilaklaringizga, duolaringizga javob qaytaruvchidir, ijobat qiluvchidir deydi. 6-inchisi zikr. Bu zikrni asl bir ibodat billah. Bilasizmi zikrni? Subhanalloh, astag'firulloh, Allohu akbar. Bu zikrga tahorat ketmaydi. Qiblaga qarash ketmaydi. Bir yerda urutirish ketmaydi. Sizlar yo'lda mang'ach, o'ltig'ach, qo'pqach har vaqt qilib bo'ldi. Bu oddiy qaraysizlar, lekin buning insonning ruhiga ko'rsatgan ta'siri intayin cho'ng. 8-inchisi kechining oxirgi 3dan birisi. Bugun kunlarda qishliq, kecha uzun. Bir kun baldiroq yatsaq bo'ladi. Hozir uyqumiz tugaydi. Oxirgi qo'pab, tahajjud o'qisak, nafl namozlarni o'qisak, ya'ni Allohga eng yaqinlashadigan fursatni tutgan bo'lamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo ana shundoq Al-Qarib ismi bilan bizga nihoyat yaqin, rahmat bilan yaqin, afusi bilan yaqin, yordami bilan yaqin, shafqati bilan yaqin. Muhim bo'lgani bizning Allohga yaqin bo'lishimiz, Allohga yaqin bo'lib Allohning qarib sifatiningki foydalaridan foydalanishimiz. Shuning uchun biz yuqorida o'tgan alomatlarga bir qarab chiqinglar. O'zinglarni bir tekshiringlar. Allohga yaqinmi yoki boshqa narsaga yaqinmi? Qalbimizda Allohning o'rni qanchalik? Ma'noga bir qarab chiqib, agar Allohdan yaqinlashib ketgan bo'lsak, chuqumki biz shaytonga yaqinlashdik degan gap. Çünkü ikki yo'ldan boshqa yo'l yo'q. Ya Allohning yo'li, ya shaytonning yo'li. Bir odam Allohning yo'lini yaroqlashadi ekan, shaytonning yo'liga yaqinlashadi. Buni o'zinglarni bir diagnoz qilib bo'lgandan keyin biz tuanda so'zlagan, davolaydigan ishlarni qilish orqali o'zinglarni tekshirgan vaqtida ondan keyin Allohning Al-Qarib, Allohning yaqin degan bu ismi sifatlardan foydalana olamiz. Agar Allohning Al-Qarib ismidan biz foydalansak, biz Allohning o'zimizga yaqin ekanligini his qila olsak, biz tushkunlik mubtalo bo'lmaymiz. Chunki
inson Allohning yaqinligini his qilsa, yolg'izlik his qilmaydi. Biroq qiyinchilik uchragan vaqtida Allohdan yordam tilaydi, Allohdan umid qiladi, insonga bog'lanmaydi, insondan kutmaydi, Allohdan kutadi. Allohni eng yaxshi hamrohi, eng yaxshi tayanchi deb biladi. Unda bo'lgan ekan, bir musulmon eng kuchli mu'min hisoblanadi. Men bu odamdan birini o'ziga yaqin deb o'ylagan odam, o'zini qanchalik kuchli his qiladi? Mening paloniyada boshliq tunishim bor. Va yoki do'stimning dadasi paloniyada bir boshliq o'zini kuchli his qiladi. Alloh, koinotni yaratgan Alloh men sizlarga yaqin deydi. Bizning qildigan ishimiz Allohga yaqin bo'lib, ruhiy jihatda kuchli bo'lish va shundaqla Alloh subhanahu va taolaning al-Qarib sifatida namoyon bo'lgan Allohning rahmati, fazli, ihsoni va yordamiga erishish. Alloh al-Qarib bo'lgan ekan, oxirida bizning qildigan ishimiz nima bo'lsa-la Allohdan duo qilish. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vatad da'i iza da'ani. Ular mendan so'rasa aytganki, men ularga yaqin. Men menga duo qilganlarni, mendan bir narsa so'rganlarning tilakini ijobat qilaman deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizning duoyimizni ijobat qildiganligini ochiq aytdi. Unda bo'lgan ekan, bizning oldigan eng chong darsimiz Allohga duo qilish, qiyinchiliklarimizda Allohning yaqin ekanligini esimizga olish. Alloh subhanahu va taolo hammamizga o'sha kelgan qadamlarga ajr azim bersin Alloh subhanahu va taolo va Alloh subhanahu va taoloning o'zimizga yaqin ekanligini his qildirib, Alloh subhanahu va taolo hammamizni ruhiy jihatda kuchli bo'lishni nasib qilsin. Va shundaqla bugun kunimizdagi keng tarqalgan ruhiy tushkunlik, ondan boshqa turlik yolg'izlik deymiz. Mana shundaq ruhiy kasalliklardan qutulishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla Allohning yaqinligini his qilgan haqiqiy kuchlik müminlerin qatarıdan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.